Salom. Men ismim Vali. Mashhurlar muzeyiga kiruvdim. Iltimos, to'siqlardan Sizlarga ham ozgina ulashamay ko'rsataman. Qaysi filmda eng o'xshadi? Bu-chi? Buni ham tanidinglarmi? Yomon ham o'xshab qo'yibdi. Haqiqiy odamga o'xshab. Salom, Mr. Bean. Voh, Britaniya qirolichasi, Rossiya prezidenti Vladimir Putin. Wow. Bu yerda Donald Trump, Michael Jackson. Bu haligi Ninaga o'xsharkan-a, agar eslagan bo'lsalaring. Messining muxlislari bormi? Agar Ronaldoning muxlislari bo'lsa, bunga ham like bosib, kommentariy yozib qo'yasizlar. Qaysi filmda eng o'xshadi? Bu-chi? Buni ham tanidinglarmi? Mana. Harry Potter. Sizlar buni qaranglar. Yomon ham o'xshab qo'yibdi. Haqiqiy odamga o'xshab. Mana. Mana bu yerda san'at asarlari bor ekan. Har xil rasmlar mana. Ko'rishingiz mumkin. Salom, Mr. Bean. Voh. Voh. Mana bu yerda eng mashhurlarda rasmlari bor ekan. Britaniyaniki. Britaniya qirolichasi. Yomon ko'piya o'xshab qo'yibdi, lekin bori haqiqatdan ham ko'piya. Rossiya prezidenti Vladimir Putin. Qaranglar, buni ham yomon ko'piya o'xshatib qo'ygan. Qoyil qolish kerak. Mana bu yerda kimlar ko'ryapman? Qani? Wow. Bu yerda Donald Trump. Qoyil, buni ham zo'r o'xshatib qo'yishibdi. Mana bu yerda uni rasmlari, oilaviy farzandlari. Mana bu yerda apparatlari, telefon. Haqiqatdan ham lekin o'xshatib qo'yishibdi. Bu tomonda kimlar bor ekan? Qani? Wow. Michael Jackson. Bunga ham gap yo'q. Yomon o'xshabdi haqiqatdan ham. Bu haligi Ninaga o'xsharkan-a, agar eslagan bo'lsalaring. Mana bu yerda kimlar? Bu yerda Messi. Messining muxlislari bormi? Agar muxlislari bo'lsa, bitta like bosib yuborasizlar. Mana bu yerda Ronaldoning muxlislari bo'lsa, bunga ham like bosib, kommentariy yozib qo'yasizlar. Kimni muxlisi ko'proq ekan bilib olamiz. Bu yerda kim bor ekan? Qani? Bu Qarib dengiz qaroqchilari. Bu film juda ham mashhur. Bilmagan odam o'zi bo'lmasa kerak. Mr. Bean'ni qaranglar buni. Gap yo'q lekin. Bu yerda Yulduz Usmonova. Obid aka, joylaringiz jannatda bo'lsin. Sizni ko'rgandek bo'ldik. Hojiboy aka, siz ham joylaringiz jannatda bo'lsin. Ko'rgandek bo'ldik. Qaysidir ma'noda hozir bu insonlarni ko'rib, men ham ozgina yuragim qanday tushuntirsam ekan. Bu insonlar xuddi hayotda yashayotgandek tuyuldi yuragimga. Iloyim bir umr shunaqa odamlar qalbida mangu yashanglar.
Bular endi tirik afsonalar. Shahruxxon. Bunisichi? Bunisini otini bilmayman-u, lekin kinolarda ko'rganman. Buni ham otini bilmayman, lekin kinolarda ko'rganman. Buni ham otini bilmayman-u, lekin ko'rganman kinolarda. Lekin endi buni tanimagan odam o'zi bo'lsa kerak. Bu haqiqiy miravoy odamlar bular. Bu kinoning nomi qaysi edi? Bilganlar bormi? Ironman deb qo'yibdi. Endi bu turk seriallarining mashhurlari endi bular. Turishga necha buni? Bu endi legendarniy kino bu. Qaranglar, qo'llarini qaranglar, haqiqatan o'xshatib qo'ygan. Qo'llarini ham, yuzlarini ham, soqollarini ham. Facebook bor. Mana shu Facebookda asoschisi mana shu odam hisoblanadi. Ko'ryapsizlarmi? Facebookda asoschisi shu odam. Bog'dachi. Bu ismini bilmadim lekin buni. To'g'rirog'i yuzi tanish, lekin ismini tanimayman. Endi bu legendarniy odam bu. Bu odamni tanimagan odam o'zi bo'lmasa kerak. Qaranglar. Juda ham chiroyli joy ekan. Qoyil qolish kerak.